Guliston mana bu No'qat rayonida qaysi ayol hukumatda? Hozir Guliston ayol hukumatdan Keldingiz. Qanday вопрос bilan keldingiz? Shu men otamni yeri bor edi. Shu yeri uchun mana shu yerga keldim. Shu yerimizni Shanazar Guliston ayol hukumatining boshchisi Shanazarov tolashyapti hozir. Tolashib turib shu opam bor. Opam hayot. Asha opam bilan hozir kelib. Yer o'sha opangizning atındabı? Qizil kitobları bormi? Bardig'i dokumentalniy bu? Dokumentlar bor edi. Bor edi. Barini endi hozir Shanazarov o'zi yig'ishtirib olgan. Olib turib endi hozir bizni eshigimizga kelib biz hozir ekinlarni ekib qo'yganmiz. Ekinlarni kelib turib aldaqa buzib masalan makka ekkanmiz, toshlar tashab masalan mashinani olib boryapti, traktorni kavlatib olib turib bizni qiynab opamni shunaqa urib qancha yoshga kirgan opangiz? Hozir 81 ga kirib qoldi. 81 ga kirgan kempirni qiynab, yerlarini tartib olib ayol hukumatining ayol hukumati boshchisi o'zi. Yana o'shini qo'lidagi ishchilari boryapti. Qo'ldagi ishchilar to'polon qilib o'tadi. Zam hokim boryapti. Men deputatman deb To'lqin degani boryapti. Shular borib turib, o'sha yerda to'polon qilib bir 10 ta militsiyani olib borishadi. Olib borib bizni qo'rqitish uchun olib borishadi. Olib borib turib, o'sha yerda janjal. Agar el qo'shilmagan bo'lsa, elni majburan olib chiqib turib qo'shishyapti. El o'zi qo'shilmaydi. Elni majburan. Bu yerda bir oqsoqol kishi qo'shildi deb aytayotasiz. Endi u oqsoqol shu ayol hukumati boshchisi Shanazarovga bir 10 qo'l sifati ishda boradi-da. Mana 10 qo'l bo'lib turib, haligiga mana shunaqa bizga o'xshagan kambag'allarning yerini tortib ol degan buyruqni beradi. Buyruqni beradi u men bebichirani yerinizni achchi tortib oladi. Tortib oladi. O'sha sizga o'xshaganlarda bormi shunday? Bor. Qayrilmaydi. Ular nimaga deganda ularga qo'rqitdi hali qo'rqqan uchun qayrilmay o'tirishadi. Ular ruxsatga berildi bu narsa nima qildingiz? Endi o'sha bola Shanazarov o'zicha bizni aybdor deb berdi. Aybdor elib olgan bu yerni jo'nalay deb. Sadi qilamiz desak qarshi bo'lib chiqyapti deb turib berdi bizga. Berib turib opa bekomizni berdi. Qiynashdi endi bir 2 yil qiynashdi. Nimalarga chaqirishdi. Sot endi deb cheshdi. Undan keyin sot keyin shunaqa kaltaylanganda hisobiga olib turib, meni aybdor qilib turib, yerni biz chechalmaymiz dedi. Yer apani yeri ekan dedi. Biz chechalmaymiz, bunga aralasha olmaymiz dedi. Значит, Aljer kempirdi